Yevropani zabt etayotgan yana bitta Abduqodir Husanovimiz borligini bilarmidingiz? Germaniyani yondirayotgan 19 yoshli o'zbek futbolchisi haqida aytib beraman. Tanishing, bu TSV Rosenheim klubi a'zosi Abdurahmon Aliqulov. U 2007-yilda tavallud topgan bo'lib, Nasaf akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Pozitsiyasi markaziy himoyachi, yaxshi zarbaga egaligi va maydonni yaxshi ko'ra olishi sababli bir nechta pozitsiyalarda bemalol harakat qila oladigan universal. Ikkinchi qavatda juda yaxshi o'ynabgina qolmaydi, yakkakurashlarda joy tanlashda ham ancha abjir. Qahramonimiz o'tgan yil Nasafdagi zo'r sharoit va yaxshi kontraktni rad etib, Germaniyaga ko'chib o'tdi va hammasini noldan boshladi. U qisqa vaqt ichida Rosenheim asosiy tarkibida Germaniyadagi U19 chempionatida debyut qildi va jamoasini asosiy tarkib a'zosiga aylandi. Bir nechta gol kiritishga ham ulgurdi. Germaniya bolalar futbolida murabbiy sifatida muvaffaqiyatli ishlab kelayotgan Sarvar Xalilovning aytishicha, Rosenheim klubi murabbiylari Aliqulovning katta potensiali bor, bemalol Bundesligada o'ynab keta oladigan talant egasi deb baholagan. 19 yoshda tili va madaniyatini bilmaydigan futbol mamlakatiga kelib jang qilayotgan yigitchaning duxiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uning familiyasi va o'yin manierasi sizga kimnidir eslatmadimi? Izohlarda kommentariyingizni kutaman. Like bosing, obuna bo'ling.